bir yigit bor ekanda, ota-onasini mol qo'ylari juda ko'p ekan. Kun bo'yi o'sha mollarga qarab kun o'tib ketar ekanda. Shunaqangi molga qarashdan, mol boqishdan zada bo'lib ketgan ekan, charchab ketgan ekan. Har gal duo qilganda bir xil duo qilar ekanda. Ey Allohim, menga shunaqangi bir ayol nasib qilginki, mol qo'ylarida mendan ham ko'p sevadigan bo'lsin, yaxshi ko'radigan bo'lsin, meni mana shu azoblardan qutqarsin deb duo qilar ekan. Oradan vaqtlar o'tibdi, boyagi yigit uylanadigan payt yetganda ota-onasi bir yaxshi bir qizga uylantirib qo'yibdi. Uylantirgandan keyin to'yda ertasi kuni o'rnidan turib shu molxonlarga qaray, qo'ylarga ovqatini beray, tagini tozalab qo'yay, sug'orib qo'yay deb molxonaga borsa, tagi tozalangan, sug'orilgan ovqatlari berilgan ekanda. Bu narsa 1 oy davom etibdi, 2 oy davom etibdi, 1 yil davom etibdi-da. Bir kuni boyagi yigit aytibdiki o'ziga o'zi, ayolimga qiyin bo'lmasin, ozroq yordam bo'lsin, borib ozgina yordam beray, mol taglarini tozalab, emishlarni solib, sug'orib qo'yay debdi-da, eski kiyimini kiyib molxonaga borsa, ayolning yo'lini to'sib olibdi. Molxonlarga qaramang, men o'zim qarayman. Siz boshqa ishlarni qiling. Meni ishimga aralashmang debdi. Shunda boyagi yigit, menga ham molxonga qarash havas emas. Bu ishni qilishni yoqtirmayman. Lekin senga ozroq yordam bo'lsin, qiynalmagin, ozroq bo'lsa ham dam olgin deb senga yordam bermoqchiman desa, menga yordam kerak emas. Siz o'zingizga qarang. Men onam aytganki, qizim, biron bir oilaga turmushga chiqadigan bo'lsang, eringni ko'ngliga qaragin. Eringni mol holda tagiga ko'p qo'ymagin. Erkak kishi ko'chani odami bo'ladi. U doim ko'chada yuradi, to'y hashamga, marakaga boradi, yig'inlarga boradi. O'sha yig'inlarga borganda eringni ustidan molni hidi kelib o'tmasin. Sen o'sha narsaga e'tiborli bo'lgin deb tarbiya bergan. Men onamda aytganini qilyapman. Iltimos meni qiyinchilikka qo'ymang deb erini o'lgunicha mol tagiga qo'ymagan ekanda. Endi joylar jannatda bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Ikkalasi ham o'tib ketdi, yaxshi tanir edim. Endi men bu bilan nima demoqchiman? Ko'pchilik opa-singillarga mol tagiga chirib ketinglar demayman. Mol holga o'zlaring qaranglar, erlaring mazza qilib yashasin demayman. Lekin erni ko'ngliga qaranglar, erni hurmatini joyiga qo'yib qo'yinglar deyman. Erdan o'zlaringni bir pog'ona pastga qo'yinglar deyman. Erkakka mehr kerak-da. Mehrni uydan oldimi, erkak ko'chadan mehr izlamaydi-da. Erkak uydan mehr ola olmadimi, shuni bilib qo'yinglar, ko'chadan mehr izlaydi. O'shaning uchun ko'chadagilarga zor qilib qo'ymanglar erkaklar.